2025 yilgi Chevrolet Cobalt yangi avlod uchun mo'ljallangan zamonaviy sedan sifatida avtomobil ixlosmandlarni o'ziga jalb qilmoqda. Bu model avvalgi versiyalardagi ishonchlilik va arzon narx siyosatini saqlagan holda, dizayn, texnologiya va xavfsizlik darajasida sezilarli yangilanishlarga ega. Chevrolet kompaniyasi ushbu avtomobilni O'zbekiston va mintaqa bozoridagi talablarni inobatga olgan holda ishlab chiqdi. Tashqi ko'rinishida yanada keskin chiziqlar, aerodinamik shakllar va zamonaviy LED chiroqlar avtomobilga sportona ruh bag'ishlaydi. Old bamper va radiator panjarasi Chevrolet oilasining yangi dizayn uslubini ifodalaydi. Bu esa Cobaltni yanada jozibador qiladi. Salon ichki makonida esa qulaylik va ergonomika birinchi o'rinda turadi. Keng joy, yumshoq materiallar, multimedia tizimi, sensorli ekran va telefon bilan Bluetooth ulanish imkoniyati haydovchi va yo'lovchilar uchun zamonaviy tajriba yaratadi. Shuningdek, havo sovutish tizimi, rulda boshqaruv tugmalari, portlar va zamonaviy audio tizimi avtomobilning foydalanuvchi uchun qulayligini oshiradi. Orqa o'rindiqlar buklanadigan bo'lib, yukxona hajmini kengaytirish imkonini beradi. Bu esa oilaviy sayohatlar uchun ayni muddao. Texnik jihatdan 2025 Chevrolet Cobalt 1.5 litrli 16 klapanli benzinli dvigatel bilan jihozlangan bo'lib, u yoqilg'i tejamkorligini va barqaror quvvatni ta'minlaydi. Avtomatik yoki mexanik transmissiya variantlari mavjud bo'lib, haydovchi o'z uslubiga mos variantni tanlashi mumkin. Yoqilg'i sarfi o'rtacha 6.5 litr atrofida bo'lib, bu uni o'z sinfidagi eng tejamkor modellardan biriga aylantiradi. Yo'l tutish qobiliyati yaxshilangan, suspenziya tizimi esa O'zbekiston yo'llariga moslab sozlangan. Bu model shahar ichida ham, uzoq safarlarda ham barqarorlik va silliq harakatni ta'minlaydi. Xavfsizlik tizimlariga kelsak, 2025 Cobalt old va yon xavfsizlik yostiqchalari, ABS tormoz tizimi, elektron barqarorlik nazorati va tormoz kuchini taqsimlash funksiyalari bilan jihozlangan. Orqa kamera, park sensori va avtomatik eshik qulf tizimi haydovchiga ishonch va qulaylik beradi. Shuningdek, bolalar uchun xavfsizlik qulflari va isofix tizimi mavjud bo'lib, oila uchun eng yaxshi tanlovlardan biri hisoblanadi. Cobalt 2025 dizayni, funksionalligi va narx jihatidan O'zbekiston avtomobil bozorida kuchli raqobatchiga aylanmoqda. U Hyundai Accent, Kia Rio va Renault Logan kabi modellar bilan teng raqobatlashadi. Ammo Chevroletning afzalligi xizmat ko'rsatishning keng tarmog'i va ehtiyot qismlarining oson topilishi. Shuning uchun bu model kundalik foydalanish uchun ideal tanlov bo'lib, iqtisodiy va ishonchli avtomobil izlayotganlar uchun eng maqbul variant hisoblanadi. Agar siz yangi avtomobil sotib olishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz yoki Cobalt 2025 haqida batafsil ma'lumot olishni istasangiz, ushbu videoni oxirigacha tomosha qiling. Fikrlaringizni izohlarda qoldiring va kelgusi yangiliklardan xabardor bo'lish uchun bizning kanalga obuna bo'lishni unutmang. Bu Charmah kanali sizga.